Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Bu videomiz qurilish qilayotgan akalarimizga tegishli tom haqida video qilyapmiz. Mana ustakalarimiz temirlarni tushiryapti. Tom haqida ma'lumot beramiz sizlarga. Tom qismini temirdan tayyorlab beryapmiz. Konteyner mahsulotida. Bu tomimiz mansarda bo'lyapti. Ichlarida bemalol odam yuradigan holatda ishlarini ham ikkinchi tashqilib uyqib olsa ham bo'ladi. Mana. Bu tomimiz yangicha usulda doppeli variantda bo'lyapti mana. Doppeli variantda. Mana bu tomonlarini ham nollarini chiqarib ustakalarimiz ko'tarishib tayyorlashyapti. Tiklangan variantini endi xudo xolasa boshlamoqdamiz. Yana bir ma'lumotni berib o'tkazmoqchiman. Yog'och o'rniga, to'sinni o'rniga mana shivillerlarimizdan qilib berganmiz. Shivillerlarni ham qanaqa eng baqodidan qilganmiz mana. Ichida lapchasi boridan qilganmiz. Mana aziz obunachilarimiz, aziz yurtdoshlarimiz e'tibor beraverasizlar. 5 metrgadir loy bosasimi, tepasiga pol qilasimi, egilmaydi, bukilmaydi, kafolat beramiz. Bu tomimizni afzallik tomoni vaqti bemahal yong'in bo'ladi, boshqa bo'ladi. Yonmaydi yong'inda, egilmaydi, chirimaydi. Loy bossa, yuk tushadigan taqdirda ham egilmaydi. Issiqqa bardosh beradi xudo xolasa. Tepadan olib pastdan ko'rinish holatlari. Kimdaki shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, mana shu ustagamizga aloqa qilib ko'rasizlar. Qortepada nomerani ustagamiz. Mana temir tosh xizmatlari bo'lsa, Bahodir tog'amga aytaverasizlar. Yurtdoshlar, hamma mana shu yerda. Mashina ham minnat. Ustagalar charchamayapsizlarmi? Mana zakotobga bo'lgan qo'rg'onlarimiz. Pastga tayyorlab olib, tepaga olib o'rnatyapmiz. Xudo xolasa kuch tomonlar